Ben müşk yigit. Ben müşk yaprak kız. Ben potmuçuk polvon. Biz yolga chiqdik. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水里小英雄就是我们，水里小英雄就是我们。大家在睡觉，赶紧犯罪，是下世纪。Oğlunu qandoq tushirishni bilmayman. 水里小英雄就是我们，水里小英雄就是我们。 Bizga uxlash kiyimini keltirdi. Potmuçuk polvonning mukammal muz plani. Bu zat neymiş? Muzlab qoldi mı nima? Lekin hozir yoz tursa. Qandoqlashi muz tutib qolgandi? Bu bek qoldis bo'ldi. Hamma polon pishqoqni muz qoplab ketibdi. Yo'l bek deyilg'oq bo'g'ashqa kishilar mang'amayotdi. Faqat yo'lning bu tarafini muz tutibdi. Bu zodi qandoq Biz bugun kechqurun tekshirib baqaylik. Uxlash kiyimlik xizmatlar o'tinlayli. San'atkor kechiga qutqizib dunyoyi. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Kondo bo'lsa, men müşk yigit. Emma bo'lsa, Men müşk yapalaq qiz. Geri bo'lsa, Men potmuçuk polvon. Biz uxlash kiyimlik xizmatlar. Potmuçuk polvonning mashinasi har qanday narsaning ustiga chiqa oladi. Shunga u muzning ustida minishga eng muvofiq. Biz shunga o'tiraylik. Bir kit aeroplanga o'tiraylik. Shunda ustida turib hammani aniq ko'ngil bo'ladi. Yaxshi amalkan, müşk yapalaq qiz. Menimcha potmuçuk polvonning mashinasi bo'ladi. Bo'ldilar. Balkim ularning to'g'ri o'xshaydi. Tez bo'l potmuçuk polvon, biz dunyoni qutuldiraylik. Endi ahvol texmi yomonlashdi. Shaharning yarmini degdek muz tutib ketibdi. Hatto kuchuk bilan ostama do'stlashib bir-birini ist qiltiribdi. O nimada? Edgar kes? Avyaga qaranglar. O Romeo'ning tajribaxonasi ekan. Bu nima degan qizqonlik? Buni Romeo'ning qolganligini bilasdim zodi. Oldimizdagi bu nima? U qarmoqqa muz yasash mashinasidek turdi. Unga agashgan müşk yapalaq qiz. Men poytaxtga uxlash kiyimlik xizmatlarni qachon paydo bo'larkin deb o'ylagan. Sen nima qilmoqchi Romeo? Bu uyni turmamdi. Yangi tajribaxonamning chonisi uchun men shaharning muzdan yasalgan tog'ni o'tish mashinasiga o'zgartiraman. Mening chonim. Az qoldi. Agar sen qortaylishni texmi qizqanlik bo'lsin desang, mening darajadan tashqari kuchli qo'limga tayinib tajribaxonangni epmangsang bo'ladi. Bu yolg'iz qizqanlik bo'lish uchun emas, garchi qizqanlik bo'lsa-mu, kunduzi sizlar tiyilib ketib o'rtiramay yeshtim qilamagan chog'da men dunyoni kontrol qila olayman. Romeo butun dunyoni kontrol qilmoqchi ekan. Bu tikdavonkan. Tavrinish qanday? Men nargiz kiramagidakman. Tushimsak bo'lmadi. Bu hammani muzga aylantirib yetishdan burun uni cho'qim to'sishimiz kerak. Rostini bekdaylik ekan. Rahmat potmuçuk polvon. Hey, balkim Romeo'ga yetishishim mumkin, chunki mening putim choptisha oladi. Bardoshlik bergin.
Mening bir amalim bor, cho'qim önüm Biroq mening choplanadigan planim bor. Biz cho'qim. Biroq menga yordam kerak. Biz avval aeroplanga chiqaylik. Mening yana ozroq saqlab boqqim bor edi. Mish yapılaq qiz, sen o'tkir ko'zing bilan Romeoni izlab baq. Yana texnik uchish texnikan uning patminchi polvon ishimizni ko'rib qolmaslikka kafolat qilish kerak. O'tkir ko'z. U avyatgan. Bo'ldi patminchi polvon. Men uning tajribaxonasiga keyindan kiraman. Sen ustidan kirgan. Shundala u bayqab qilishdan burun biz uning tajribaxonasini kontrol qila olamiz. Tangdoshsiz mushuk sakrashi. Cho'qim shamolg'u deyman. Mushuk yigit xuddi qaplonga o'xshash muz turbining ustida sakramoqda. U o'zining tangdoshsizligi bilan ustiga yamashmoqda. Tangdoshsiz holda. Meni hech nima mag'lub qilmaydi. Ajab uzunni chiqding-ku. Bu ostonchoq nima degan bechora? Endi meni chonadan tushib ket. Mushuk yigit ehtiyot qil. Pek so'qgan. Men endi midirlayamay qoldim. Romeo meni chiqirvat. Mushuk yapılaq qiz. Menimcha men Romeoni to'siy olayman. Sening chiqandoq. Hozir bo'lmaydi, patminchi polvon, tez qaytib kel. Mushuk yigit, biz qanday qilamiz? Mendan ansirmanglar. Romeo qochib ketdi. Tezdan uni to'singlar. Menga yetishamitinglargu deyman. Odamni bizar qiladigan uxlash kiyimlik xizmatlar. Biz darajadan tashqari xizmat bo'lishimiz mumkin. Biroq hozir mushuk yigit darajadan tashqari muz partisiga aylanib qoldi. Shunga biz cho'qim amal tepishimiz kerak. Patminchi polvon chopsam. Men boya senga aytmoqchi edim. Men Hay, qanday qilish kerakligini bildim. Lekin men sening yordamingga lekin mening planim esqatdi. Men nima ish qilaman? Bir kitqanidi. Endi yaxshi bo'ldi. Buni tajribaxonaga bog'lab qo'yaman. Andan sening tandasiz kuching bilan uning ilgirishini to'saylik. Ma'qul. Biroq shundala biz muz yasash mashinasini kontrol qila olamiz. Atlan, patminchi polvon! To'xta! O'zingcha meni kalat egisini mag'lub qila olmayman deb qoldingmi? Baxt o'tgansan. Tangdoshsiz kuch qol, to'xtab tur. Menda tangdoshsiz kuch qudrat yo'q. Patminchi polvon, sen qayerda? Mushuk yapılaq qiz avorchilik uchirdi. Yani ishki parcha muz yo'lda yetib qoldi. Ishki muz parchasi rostilla pek to'g'lab ketdi. Patminchi polvon, mening bir planim bor. To'xtab tur, mening texim yaxshi planim bor. Pek ochig'im kelyotdi. Agar o'zimning planimdan ching tura olgan bo'lsam yaxshi bo'ladi. Uning ustiga mening tangdoshsiz xosiyatli iqtidorim bor. Hozir uxlash kiyimlik xizmat maydonga chiqdi. Tangdoshsiz magnit taxsi. Endi navbat mening planimga keldi. Sizlar amal qilib menga yordam qilib Romeoning muz yo'lini o'rib yetinglar. Hozir muz o'qini tayyorlik tutdimi? Qaraganda patminchi polvonning plani asqatadiganidek turdi. Bo'ldi, bu muzdan o'rib yetaylik. Bu muz odamlar texmini chiroyli muz yo'limni o'rgatmoqchi ekan-da. Endi mening mang'udak bir yo'lim qoldi. Endi Romeoga muzning ustida mengishning qanday bo'ladiganligini bir ko'rsatib qo'yay. Darajadan tashqari magnit taxsi. Yo'qshimsan Romeo. Darajadan tashqari magnit taxsamga tayanib muzning ustida sendimi tezmaga olayman. Yolg'on aytyapsan. Men onchalamni bir talat tegis kashf qilgan. Ya'ni men shu sendek hamoqat ablah meni hargiz mag'lub qilolmaydi, uqdingmi? Qani qarab tur. Hujum qil patminchi polvon.
Bana yetişemedin go. Dereceden taşqarı küçük qol. Hop! Yo'q! Qo'limga tushding, Romeo. Sizlarni chiqarib yutadigan vaqt keldi. Uxlash kiyimlik azmatlar. Yaxshi qilding, Patmichik polvon. Bu plan bakla qoldi-skan. To'g'ri. Dastlabki gapingga kirmaganimizdan xijilmiz. Yo'q, u mening xatoligim. Mening yaxshi planim bor chog'da uni yurgizishni ching turishim kerak edi. Sen qo'yadi. Qaraganda Romeo uning ichida muzlab qolgan o'xshaydi. Kishini bezor qiladigan uxlash kiyimdagi asmatlar. Sizlar doim mening ko'ngil yetishimga buzg'unchilik qilasizlar. Kilaqati men sizlarni cho'qim mag'lub qilaman uxlash kiyimdagi asmatlar. Bu yerda nurg'un muz bor ekan. Tong yorishdan burun buni kim ertalaydi deb so'rasa bu dal biz. Uxlash kiyimlik azmatlar birlikda tantana qilaylik. Har bir tundan kechida Bugun muz yo'q ekan. Biz bog'chaga borsak qanday? biz velosiped minaylik. Lekin menimcha biz yanima. Amaliyotda mening bir o'yim bor. Biz suv usti bog'chasiga borsak qandoq? Yaxshi amal ekan. Mangaylik. Bu balkim men unutib qolgan muz o'xshaydi.